Men tushunmayapman. Hozir mana shu tegida hech nima yo'q, faqat havoda turibdimi? İşlerini yürütemiz Nokia'da bir günü yaparım anapa Tony Montana diyeyim. Gece uhlamin işledim oyladım. İspatlaşım gerek verişine kul yap kanal. Biz bilemiz yedik nan kat kanal. Üstümüzden gülledi kıyınçılıkını tapmağa. Labur labur arujini söyleysen her şu günece. Men eng mazza qilib olgan joyimni aytaymi? Buni olib keling. Mana qarab turinglar. Mana bu katta manzara, tabiat. Mana masjiddan boshlab qaranglar. Masjiddan oyna bo'lar ekan, bu basseyn. Tasavvur qiling. Mana shundoq suv, bu yoq oyna bo'lib turibdi. Bundoq keldingiz, mana shu oynadan manzaraga qarab cho'milyapsiz. Qalay ketadi-yu. Yana qiziq tarafi mana shu turgan joyim tegida hech nimasi yo'q. Betondan quyib chiqarilgan. Basseynni balkoni deysizlarmi? O'zinglar nom topib borasizlar bu yog'iga. Quruq havoda turibdi. Mashdan oynadan suv tushib, pastdan yana aylanib chiqaveradi. Mana masjid ko'rgan basseynlarni mayolkasi 4x4 razmerdagi berezoviy modeli, Tetris model deymiz, o'shandan foydalanilgan. Bu hammasi Arend zavodda mahsuloti. Kimgadir qiziq bo'lsa, xuddi shu modeldan zakaz bersanglar bo'ladi. Shu basseynimizga ustakalarimizga baraka topsin. Qancha mehnat ketdi. Shu ustakalarimiz uchun bitta like bosib qo'yinglar, qo'llar dard ko'rmasin.